Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. O'rta maktabning 2-yili yoz. Bir necha kun oldin festivalda birinchi bor uchrashuvga chiqdim. Va o'shandan beri o'zimni yaxshi his qila olmayapman. Erido, seni yaxshi ko'raman. Salom. Salom. Gaplasha olaysanmi? Ha, albatta mumkin. Hali uxlashga yotmagandim. Nima bo'ldi? Bu narsa kerakmidi? Yo'q, shunchaki o'zim. Tushunarli. Shunchaki gaplashmoqchi edim. Manam sen bilan gaplashmoqchi edim. Erido. Rostdanmi? Bo'lmasam ayni vaqtda qo'ng'iroq qilman. To'g'ri aytasan. Tashqarida shamol qattiq bo'lyapti-ya. Ay. Hech narsa. Aytgancha telefonimni quvvati tugayapti. Tushunarli. Erido, yana gaplashsak bo'ladimi? Albatta. Ertaga kutubxonada ko'rishguncha. Tamam. Ko'rishguncha. Xayr. Nimaga u telefonini zaryadkaga qo'yib gaplashmadi? Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Anibla.uz taqdim etadi. O'gay onamning qizi meni sobiq sevgilim. Salom, tanishganimdan xursandman. Men Natsumi Eridoman. Tanishganimdan xursandman. Erida Yuniman. Siz bilan oldin uchrashmaganimizdan afsusdaman. Yo'q, shart emas. Menimcha sen Yumi bo'lsang kerak, to'g'rimi? Yumi Erido. Qabul qilganingiz uchun rahmat. Voy, qanday odobli qizalog'i. Juda ham yoqimtoy. Mizuto bilan uchrashmayapsizlarmi? Yo'q. Ular bizga qaraganda ancha yaxshi kelishishadi. Bu aniq. Mizuto juda mehribon bola. To'g'rimi, Yumi? Mizuto, nihoyat uchrashdik. Anchadan beri ko'rishmadik, Madoka. Xudoga shukr. Sen hali ham xuddi o'shandaysan. Maktabingni o'zgartirishga qaror qilganingda nima qilgan bo'lardim? O'rta maktabda bunga vaqt yo'q. Shafqatsiz. Yumi, tanishtiraman. Bular amakimning nevaralari. Sizlarni ikkinchi amaki otishinglar. Ismi Yumi.
Tanasato Madoka va Tanasato Chikuma bilan tanishinglar. Tushunarli. Nimadir bo'ldimi? Yo. Bugun biza sizlarni kelishinglar sharafiga daryo bo'yida barbekyu qilamiz. Suzish kiyimlarni olinglar. Minaiki, Yune, taom sizlarga yoqdimi? Aha, Juda ham mazali ekan. tan olishim kerak. Sen Mizutani juda ham ajoyib tarbiyalading. Minaiki, yaxshi harakat qilding. Rostdan ham ajoyib ish. Kattakon rahmat. Meni akam Mizuto tug'ilgandan keyin ko'p o'tmay yolg'iz qolgandilar. Natsumi buvi imkon qadar yordam bergandilar. Ammo unga qiyin bo'lgani aniq. Butun oila undan xavotir olgandi. Shuning uchun ham buni shunday qoldirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz Asani va Yuni xolani quchoq ochib kutib olmoqchimiz. Kattakon rahmat. Hammasi yanada tushunarli bo'ldi. Miniyakining ikkinchi turmushi hayot qiyinchiliklarini yengish ramziga aylandi. Shuning uchun ham men kerakman. Bizni yangi oilamizni har qanaqa holatda ham himoya qilishimiz kerak. Aytgancha Yumi, juda nozik. Nimaga beling bunchalik nozik? Bular shunchaki muskullar xolos. Voy, senga hasad qilyapman. Kamaga ko'palliging ham ajoyib. Buni o'zing tanladingmi? Nima desam ekan? Yigitingmi? Yo'q, bunaqa emas. Tushunarli. Hali Aslida, to'g'risini aytsam, Ha? Nima? To'g'ri tushundimmi? yo'q, umuman bunaqa emas. Juda shubhali javob. Rosti, bunaqa emas dedim-ku. Ammo o'zimni biroz chetda qolgandek his qilyapman. U hatto menga qarashni ham xohlamaydi. Rostdanmi? Shunaqa. Men unga bog'chaligidan beri g'amxo'rlik qilaman. Ammo doim u bilan yaxshi gaplasha olmaymiz. Demak, u shunaqa ekan-da. Dada, ovqatlanib bo'ldim, uyga ketyapman. Ha, rahmat. Rahmat. Nimaga? Xayr. Ha? Hazillashibsanmi? Muncha tez. Hatto cho'milishga ham ulgurmadi-yu. Mansiz. Ha, sanami? Qanaqa daryoga kelib cho'milmay ketish mumkin? Men albatta Yumini qo'yib yubormayman. Olg'a! Shoshmang. Ajoyib! Biroz suzish orqali yog'lardan ozod bo'lamiz. Yumi, bugun ancha ish qilding, borib dam olaver. Lekin Ular hali uzoq o'tirishadi. tushunarli. Mizutoga cho'milish navbati kelganini ayta olasanmi? Katta dodasini xonasida bo'lsa kerak. Sanmisan? Nima bo'ldi? Dush bo'shadi. Kiraversan ham bo'ladi. Bir pasta-ya. Bu belga qo'ymaysanmi? Yo'q. Uni yoddan bilaman. Bu kitobda faqat bitta nusxasi bor. Uni har safar qayta o'qiyman.
Sibir raqqosi? Katta bobomni kundaligi. Vau, kundalikmi? Nima? Bu kitobni o'zi nashr qilgan. Uni sotish niyati qilmaganligi uchun uni qo'lda tayyorlagan. G'alati hobbi, to'g'rimi? Shu yerda uni topganimda boshlang'ich maktabni endigina boshlayotgandim. Muallifi yo'qligi uchun u menga juda ham sirli ko'rindi. Keyin uni o'qishdan boshqa ilojim qolmadi. Va o'shandan beri uni har yil qayta o'qiyman. Juda ham qiziqarlimi? Bu kitobda men bilmagan so'zlar juda ko'p edi birinchi bor o'qiganimda. Ammo shunga qaramay nimagadir uni qayta o'qiyveraman. Mani boshidan oxirigacha o'qigan birinchi hikoyam shu. Birinchi hikoya? Sibir lagerida urushdan so'ng 3-4 yil Sovet ittifoqida yashab o'tgan. Kitobda ayni shu yillar tasvirlangan. Xo'sh, bu raqqosa kim? Mori Ogayni eslaysanmi? Elismi? Ha, u Sibirda tanishgan qizi haqida yozgan. Xuddi raqqosa Mori Ogayi kabi. Xo'sh, agar qiziqayotgan bo'lsang, uni o'qishing mumkin. Kitoblar o'qish uchun yoziladi. Agar qiziqayotgan bo'lsang, bemalol o'qishing mumkin. U kim? Shuning uchun ham ko'p vaqtingni olmaydi. Rostdanmi? Xuddi biron bir yomon narsani biladigandek. Men borib yuvinaman. Hoy, Ha, buni oldin kimdir o'qiganmi? o'ylab ko'ring-chi, menimcha yo'q. Uni topganimda kimsasiz joyda edi. Minaki amakiyam Natsumi emas. Hatto Madoka ham o'qimagan. Mizitoni shakllantirgan kitob. U buni men bilan bo'lishmoqchimi? Nima qilib qo'ydim? Tezroq o'chirib tashlashim kerak. U bu joyda tashqi dunyodan o'zini ajratgan holda yolg'iz o'zi bo'lgan. O'zini xayollari, fikrlari bilan yolg'iz o'zi bo'lgan. Butun umrini yolg'iz shu yerda o'tkazdi. Hammasini o'qib bo'ldingmi? Tushunarli. Katta Doden uni qattiq sevgan ekan. So'rasam maylimi? Birinchi sevgiling kim bo'lgan? Nima? U kulishni juda yaxshi ko'rardi. Tushunarli. Tushunarli. Uni birinchi sevgisi rostdan ham Madoka bo'lgan. Bizda ko'p tanlovlar bor. Shuning uchun ham o'zingizga yoqqanini tanlab olinglar. Rahmat, buvijon. Yumi, senga qaysi yoqdi? Anu, Sen nozik va sochlaring uzun. Har qanaqa kiyim senga mos keladi. Tezroq yozgi festival kelsa edi. Ob-havo yaxshi bo'lishi aytilmoqda. Shuning uchun mushaklar ajoyib bo'ladi. Yumi. Mizuto bilan oranglarda bir muammo bo'ldimi? yo'q. Hech narsa bo'lmadi. Xavotir olma. Qanchalik xudbinlik qilganim haqida o'ylayotgandim. Albatta hammasi tushunarli. U o'zini qarashlariga ega odam. Meni ideyalarimni va orzularimni mukammal timsol emas.
Uchrashgunimizga qadar u boshqalardan uzoqda va hammadan alohida yashagan. Bunaqa yigit mendan oldin boshqasini sevgan deb o'ylash ahmoqli. Mizutoni sevasanmi? Anaqani bilmayman. Sevish o'zi nimani anglatadi? Axir bu oddiy-ku. U yaqin bo'lsa yuraging duk-duk uradi. Sen uni o'pishni orzu qilasan. Axir bu sevgi bo'lmay, yana nima? Lekin qanaqa bunaqa sevgi hirsi ishlardan ko'ra afzal bo'lishi mumkin? Oho, qanday murakkab savol. Kechirasiz. Eshit, o'z his-tuyg'ularingga quloq solmaysan, to'g'rimi? Sen doimo Mizuto bilan bo'lmaslik uchun bahonalar qidirasan, shundoqmi? U bilan birga bo'lmaslik uchun sabablar qidiryapmanmi? Hoy, bunaqa bujmaygan yuz qilma. Bu haqida bosh qotirishing shart emas. Yaxshisi shunchaki, vaqtdan foydalanib, asta-sekin his-tuyg'ularingni tartibga sol. Aytishga oson, lekin nimadan boshlashni bilmayman-de. Xavotir olma. Opacha seni qiyinchilikda tashab qo'ymaydi. U buni aytganida nimani nazarda tutgan edi o'zi? Kechir, bitta ish bor edi, kechiktira olmasdim. Hammasi joyida. Rahmat. O'sha yerga tortmadi, lampochka bo'lish kerak. Yumay bilan birga qidira olasizlarmi? Mani yarim soatlik ishim bor edi. Buvim ham dadam ham uyda emas. Shunday ekan, kayf qilinglar. Dahshatli. Madoka g'irt yolg'onchi ekan. Nima? Nimadir demoqchimisan? Bo'lmasam nimaga undan yordam so'rading? Nimadan boshlashni bilmayapman. Muammoyim nimada ekanligini tushunmagan bo'lsam, uni qanaqa hal qila olishim mumkin? Bo'tga kelib, yangi oila bilan tanishganimdan o'zimni nihoyat uni bir qismi kabi his qilgandim. Bugun men bilgan bolani shakllantirgan kitobni topdim. O'qib chiqib, o'zimni naqadar xudbin ekanligimni angladim. Uni gaplarini to'g'ri tushunmadim. Uni vaqtini behuda o'tkazdim, xuddi hozirgidek. Unga g'azablandim, haqoratladim, nohaqlik qildim. Uzoq vaqt oldin unutishim kerak bo'lgan his-tuyg'ularimni hali ham ortimdan sudrab yuribman. Albatta, nihoyat buni tushunib oldim deb o'ylayman. Men nima noto'g'ri bo'lganini, uni qanaqa tuzatishi va hozir unga nima deyishni bilaman. Lekin hech narsa yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Xuddi yuragimda paydo bo'lgan chuqur yaralani yulib o'tayotgandayman. Juda og'riyapti. Chidab bo'lmas darajada. Shunga qaramasdan, agar bizani oldinga silishimiz kerak bo'lsa, munosabatlarimizni oxiri og'rig'ini qabul qilishim kerak. Erido. Sen mana birinchi muhabbatim eding. Lekin ajralamiz deganingda yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'lgandi. Nihoyat tugadi. Endi ozodman. Yaxshisi sen azob chekishing, xafa bo'lishing va sog'inishing kerak. Men rostdan ham shunaqa deb o'ylagandim. Lekin ketishni xohlamagandim. O'sha yozda qo'ng'iroq qilishim kerak edi. Senga yangi yil sovg'asini olishim kerak edi. Sevishganlik kuni uchun shokolad berishim kerak edi. Va senga aytishim kerak edi. Ketishni xohlamasligimmi?
Erido, men ko'p ishlarni qila olmaganimdan afsusdaman. Erido. Ahmo, axir o'zim ko'z yoshlarimni artadigan insonni rad qilganman. Shuning uchun ham Ayay. Kel bir marta o'tmishga qaytaylik. Ayay. Erido. 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 Ayay. Xo'sh, nima? Nima haqida gaplashmoqchi eding? Birinchi sevgi. Ha? Bu madokorligini bilgach, nimagadir meni bezovta qila boshladi. Tinchlana olmadim. Birinchi sevgimmi? Madoka deb o'yladingmi? Bunaqa emasmi? Unga nisbatan bunaqa his-tuyg'ularimni eslolmayman ham. Lekin kecha sen aytgandingki, Kecha? Bunaqa g'alati savol berganing uchun nimadir boshlagansan deb o'ylagandim. Xo'sh, buni qanaqa tushunding, a? Hamma narsaga aqling yetadi, ammo kerakli vaqtda jinnini yoqib olasan, a? Burning oqvatdi. Hazil. Nima bo'ldi? ba'zan xuddi yosh boladek harakat qilasan. Xo'sh, nima demoqchi bo'lganimni tushundingmi? Birinchi muhabbatim tez kulib turadi. Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Anibla studiosi. Tarjimon Sherxan.